Assalomu alaykum. Bugun biz ayollardagi ginekologik muammolar, kista va mioma kasalliklari haqida muhokama qilamiz. Aytingchi, nimaga ko'pincha doktorlar bu masalalarni kechiktirishadi? Aksariyat holatlarda kistani turlariga qarab shifokorlar ham kutishni tavsiya qilishadi. Asosan kistaning ikki xil turida: so'riluvchi, ya'ni polikistoz va folikulyar kistalarda. Bularda asosan dori-darmonsiz o'zini organizm kurashishini, unga qarshi immunitet hosil qilishini va o'sha so'rilib ketishini kutishadi. Lekin hozirgi ekologiya va ayollar o'ziga e'tiborsizligi tufayli bu turli xil onkologik va kuchli, ya'ni korpuskulyar kistalarga ham olib kelmoqda. Demak, bunday hollarda kutish kerakmi? Nima qilish kerak? Yo'q, kutish kerak emas. E'tibor bilan, tezlik bilan harakat qilsa va oldini olgan hozirda yaxshi. Xo'p, buning uchun qanday samarali tavsiyalaringiz bor? Buning uchun samarali tavsiyalardan biri aynan Genaflora mahsulotlari. Genaflora 40 kunlik formulasi bunga katta yechim beradi, ya'ni ikki xil etapdan iborat. Bu mushaklarni yoshartirish, ya'ni toraytirish xususiyatiga ega bo'lgan va hamda aksariyat mana shu shamollashlar, har xil infeksion kasalliklar bo'yicha отдельно 20 kun etapi bor. Shu etaplardan foydalangan holatda tabiiy, sifatli va tez natija beradi. Qancha kundan boshlab, nechinchi kundan boshlab buni his qilish mumkin, ya'ni natijasini sezila boshlaydi? Bu sezilish darajasi ayollarning organizmidagi kasalliklarga bog'liq va ularni murojaat qilish etapiga. Bilasiz, 3 xil etap bo'ladi: kasallikning boshlanish, o'rta daraja va oxirgi hech nima foyda bermaydigan etap. Bunda o'zi bachadon perturbatsiya qilinadi, ya'ni olib tashlanadi. Bizga asosan eng boshlanish etapida murojaat qilganda ayollar asosan ikkilanishadi. Maslahat, yana ozgina kutish yoki cho'zish orqali bu o'z navbatida ikkinchi etapga o'tadi. Ikkinchi etapda murojaat qilganda biz yordam beramiz. 40 kunlik, ya'ni 2 formuladan iborat etapimiz, ya'ni Genaflora. Bu 100% kafolat beradi. Garantiyalarimiz bor. Chunki yillar davomida biz bunga amin bo'lganmiz va bu mahsulotdan foydalanadiganlar o'zlari sifatini bilishadi. Uchinchi etapga kelganda bachadon olib tashlangandan keyin hech qanaqa davo turlari yordam bermaydi. Demak, bizda kasallikni 3 xil shaklida, qaysi aynan uchala shaklida ham tavsiya qilasizmi bu mahsulotni? Albatta, uchala turida ham tavsiya qila olamiz, chunki 100% deb aytilganda har tomonlama o'ylab aytiladi. Faqatgina 3-etap, ya'ni har bir kasallikning o'zini metastazi davri bo'ladi. Ya'ni metastazi davri 3-etapida aynan organizmga tarqalish vaqtida baribir inson organizmiga mahsulotdan tashqari o'ziga ozgina psixologik ham yordam berish kerakligini aytib o'tamiz. Chunki hammaga ma'lum, hozirda psixologik omillar orqali ham organizmga ayol kasallikni, ya'ni chaqirib oladi. Xuddi shu holatni psixologik ham va mahsulot jihatdan sifat o'sha garantiya bilan olib kirgan etapda biz hattoki 3-etapdan ochiqib keta olganlarimiz ham bo'lgan. Mana shu Genaflora mahsulotini qaysi kasalliklarga 100% kafolat berib tavsiya qila olasiz? Yana aynan 100% natijaga erishganimiz bu gormonal fon buzilishlari. Hammaga ma'lumki, bilamiz, hozirda eng globallashib borayotgan muammolardan bittasi bepushtlik hisoblanadi. Bunda progesteron gormonlari faol bo'lmasligi, ya'ni progesteron o'z navbatida tuxumdonni shakllantirishga va tuxumdondan homila paydo bo'lishiga yordam beradi. Tuxumdon faol bo'lmagandan keyin dominant folikula yo'qligi hisobiga organizmda yuzaga keladigan mana shu progesteron gormonlari yetishmasligida mahsulotimizda selen, lanilan, laktik kislotalar mahsulotdagi organizmga juda ham faol yordam beradi. Umumiy qilib aytganda, hayz sikl buzilishlari, undan tashqari naylardagi yopilishlar, har xil shamollash, mana oddiy ayollarimiz gripp, ORV kasalliklarini o'tkazib yuborishadi. Bu yengil, oyoqda o'tdim deb bo'lishadi, lekin buni asorati har xil shilliq qatlamlar bilan bachadon nayida yig'iladi. Mana shularni tozalashda, har xil tug'ruqdan keyingi abort va har xil jinsiy hayotdan keyingi har shilliq qavatni tozalab borishda bizani mahsulot foyda beradi. Aytingchi, bu Genaflora mahsulotini kasallikka hali chalinmasdan turib ham oldini olish maqsadida profilaktik tarzda foydalansa ham bo'ladimi? Albatta, etap, ya'ni davo shundan boshlanadi. E'tibor ayollarda, aynan men konsultatsiya berish jarayonida ko'p narsaga ahamiyat berdim. Mahsulotni ko'riboq
Shu kasallikni shakllanishidan qo'rqib murojaat qilgan ayollarimiz ham bor. Ya'ni men profilaktik qilmoqchiman. 20 kunlik etapidan yoki men 40 kunlik etapini o'zimda ko'rmoqchiman deb profilaktika uchun foydalanadigan ayollarimiz bor. Bunda savol tug'iladi. Hammasi o'z normasida bo'lsa, gormonlari normasida bo'lsa, gormonlarni o'ynatib yormaydimi yoki nojo'ya ta'sir holatlari kuzatilmaydimi degan savollar bo'ladi. Bunga 100% yo'q deb javob beramiz. Chunki hech qanaqa nojo'ya ta'sirlar bo'lmaydi. Hozirda ekologik qaralsa, progesteron gormon hammada, ya'ni to'g'ri ovqatlanganlarda ham, sport bilan shug'ullanganlarda ham 100% normada emas. Bu ya'ni elastiklik oshirib, organizmga yosharish, ya'ni ichki bilasiz, ayollarda go'zallik faqat tashqi ko'rinishdan iborat emas, ya'ni vaginal jinsiy hayot ham go'zal bo'lishi uchun yanada yordam beradi. Boya yuqorida aytib o'tdingiz, kasallikni 3-shaklida 50-50 dedingiz, to'g'rimi? O'sha 50-50 misol uchun natija bermasligi sababi nima? Natija bermaslik holatlari aynan miomaning submakoz holatida kuzatilgan. Ya'ni Submakoz holati, buning uchun endi insoniyat ayol o'zida o'zgarishni sezilarli darajada bilishi kerak. Chunki bunda mioma 7 haftadan 12 haftagacha kattalashgan holati bo'ladi. Bunda bel kuchli pastga tortadi, og'riq bo'ladi, qorin xuddiki 7 oylik homilada ishib ketadi. Bu darajaga kelishi uchun ayollarda anchagina asoratlarni qoldiradi. Misol uchun har bir organizm ayollar aytishadiki, undan ko'ra bachadon bilan olib tashlayman deyishadi. Bo'ldi, men tug'mayman, bachadonimni olib tashlayman deyishadi. Bu katta xato. Chunki bachadonning organizm to ayol yashab o'tishi, ya'ni nafas kesilgunga qadar o'zini vazifasi gormonal fonni to'g'ri ushlab turishi, hattoki arterial bosimga ham ta'sir qiladigan gormonlari bor. Shu sababdan har bir kasallikni aniqlandimi, organizm signal berdimi, o'z vaqtida e'tibor bilan murojaat qilish lozim. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish joizki, ya'ni miomaning subsiroz, ya'ni siroz qavatidan miomaning bachadon bo'shlig'iga o'sish jarayonida hattoki o'lim holatlari kuzatiladi. Bunda bo'shliqqa qarab o'sgan mioma o'ziga yondosh, ya'ni organ qidiradi. U bachadon bo'shlig'idan tashqariga, qorin bo'shlig'ida va yondosh hazm organlariga yopishib, undan oziqlanishni boshlaydi. Bu o'z navbatida xil onkologik va onkologiyani ham tuzatib bo'lmas darajasi va oxiri o'limga olib keladi. Bu kabi holatlar kuzatilmasligi va aynan shu holatni kutmaslik uchun o'z navbatida e'tibor berib va bizani 40 kunlik etapimizdan foydalanishni tavsiya qilaman.